Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve la aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala ashrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom kuni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Laysa minna, bizdan emas deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan aytilgan 40 ta hadisi bor. Shundan 11 tasini o'tgan ekanmiz 2 darsda. 12-si ekan, shundan boshlaymiz. Allohning nomiga qasam ichish. Mana qasam ichish. Qasam nima uchun ichiladi? Gapirayotgan gapini rost ekanligini, gapirayotgan gapini haqiqat ekanligini isbotlash uchun. Allohga qasam, men borib ko'rib keldim desa, demak shu odamning gapida shubha qolmaydi. Endi alhamdulillah biz yurtlarimizda unaqa qasam ichishlik urfga kirgan emas. Mana arab o'lkalarida qarasangiz, oydagi odamlarda vallohi deyishligi ikkita so'zni bir-biriga ulashib qo'yganda, vallohi keldim deydi. Vallohi uxladim deydi. Ikki gapini birda vallohi. Endi qasam ichishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, faqatgina Alloh azza va jallaning nomiga, ismiga yoki biror bir sifatiga qasam ichish mumkin. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man halafa bil amanati falaysa minna." Omonatga qasam ichgan kishi bizdan emas. Omonat nima? Sizga qo'yilgan bir buyum bo'lishi mumkin. Ushlab turing, omonat saqlab turing. Sizga aytilgan so'z bo'lishi mumkin. Bu ham omonat. Birodarlar, namoz ham omonat. Roza ham omonat. Sizga omonatga qo'yilgan narsaga qasam ichib bo'lmaydi. Ya'ni qasamda buzuq ko'rinishlaridan qanaqamalari bor misollar? Biz endi vallohi demaymiz, Allohga qasam demaymiz, boshqacha formasi bor bizda. Ko'proq kattalarda sodir bo'lib qoladi bu narsa. Mana pirli do'konda o'tiribmiz deydi. Mana chiroqdayda o'tiribmiz deydi. Mana deydi non turibdi deydi. Shoptoli ham turibdi, nabuz ham boshida. Mana shu ham qasamda bir turi, birodarlar. Tushunarlimi? Mana pirli do'koningda turibmiz deydi. Shu gapni gapirmaylik. Qasam faqat Alloh taoloning ismiga ichiladi yoki Alloh taolo biron bir sifatiga. Rahmonga qasam. Ar-Rahman Alloh taoloning ulug' ismlaridan. Allohga qasam. Endi bu pichoqqa yoki chiroqqa degan gap ketmaydi. Rasululloh aytadilar: kimki omonatga qasam ichsa, demak u bizdan emas. Kelishdiki 12-hadisimiz shu bo'ldi.